Mana shu yerda bir holat bo'ldi. Bittasi keldi, aka chaqaloq, nobud bo'lgan chaqaloq bor, o'shani ko'mib berasizmi dedi. Xo'p, bo'ldi, aka. Qo'lib olsam, dardini aytib qoldi. Aka dedi, 12 yil turmushim bo'lgan edi. 2 ta farzandim bormi? 3 ta farzandim bor. Bu 4-inchisi edi. Kecha nima bo'lganini bilasizmi? Nima bo'ldi? Xullas, ayolim o'zidan o'zi janjal qildi, boshqa qildi. Indamay turibman dedi. Gapirmagan gap qolmadi onam adresiga, meni ham adresimga. Uyga ketib qoldi dedi. Bugun qaynimning o'rtog'i dedi, tashab ketdi dedi. Одноразовый idishda mana senga bolangni abort qilib, anaqaga jo'natib yuboribdi. Bolang mana deb. Tushunyapsizmi? Mana shu darajada xudbinlashib ketganlar ham bor. O'zini qorinda vujudida saqlab kelayotgan bolani shu eri bilan urushib, eriga prinsip qilib, abort qilib, одноразовый idishda jo'natib yuboribdi spravkalarini solib. Endi deyapti, men qanaqa qilib deydi, bu bilan yashayman aka deyapti. Bu psixku deyapti. Shu darajada bo'ladimi deyapti. Hop, 12 yil ichida oilada gap o'tadi, boshqa qiladi, lekin bu darajada vahshiylikka borishlik bu nima degan narsa deyapti. Qanaqa qilaman 3 ta bolam bor deb. 3 ta bolam bor. Bunga qanaqa qilaman onalikni ishonaman endi deyapti.